Assalomu alaykum hammaga. Keling bugungi savollarni ko'rishni matematika qismidan boshlaymiz. Ya'ni bu savolda aytyaptiki, ikki xonali sonlarning raqamlari yig'indisi 11 ga teng. Agar shu sonning raqamlari o'rnini almashtirilsa, hosil bo'lgan son asl sondan 27 ga kichik bo'ladi. Asl sonni toping deb savol bermoqda. Bu yerda ikki xonali sonni 10a plus b deb olamiz. Ya'ni a bu yerda o'nliklar, b birliklar bo'ladi. Bu yerda shart aytyaptiki, raqamlar yig'indisi 11 ga teng, ya'ni a ga b ni qo'shsak 11 ga teng bo'lyapti. Raqamlar o'rni almashtirilganda esa son 27 ga kichik bo'ladi, ya'ni 10b plus a teng bo'lyapti 10a plus b minus 27 ga. Buni tenglama qilib yechadigan bo'lsak, 10b plus a teng 10a plus b minus 27. Shunda bu yerda b ni chap tomonga o'tkazib b va a ni chap tomonga o'tkazadigan bo'lsak, bizda 9b minus 9a teng bo'ladi minus 27 ga. Bu yerda albatta hamma sonlar 9 ga bo'lib yuboramiz. Shunda b dan a ni ayirsak minus 3 ga teng bo'ladi. Shunda b teng bo'ladi bizda a ni o'ng tomonga o'tkazganimizda a minus 3 ga. Endi boyagi birinchi raqamlar yig'indisi degan tenglamaga qo'yamiz, ya'ni a plus b teng 11 son tenglamasiga qo'yamiz bu yerda chiqqan natijani. b ni ya'ni a plus qavsida a minus 3 teng bo'ladi 11 ga. Shunda bu qavs ochadigan bo'lsak 2a minus 3 11 ga teng bo'ladi. Shunda a bizda 7 ga teng chiqadi, 7 ga teng bo'ladi. B esa bu yerda a ni o'rniga 7 ni qo'yadigan bo'lsak 4 ga teng bo'ladi. Shuning uchun ham bu yerda asl son 74, ya'ni a javob bo'ladi. Endi tanqidiy fikrlash savolini ko'radigan bo'lsak, bir shaharda tez o'sib borayotgan aholi va avtomobillar soni natijasida havoviy ifloslanish ortmoqda. Shahar hokimi shunday deydi: agar yangi metro liniyalari qurilsa, odamlar ko'proq jamoat transportidan foydalana boshlaydi va avtomobillar soni kamayadi. Kamayish natijasida havo sifati yaxshilanishi mumkin. Ular transport tizimini yanada kengaytirish niyatida. Qaysi yashirin taxmin bu da'voni qo'llab-quvvatlaydi? Yangi metro liniyalari faqat katta shaharlarda quriladi. Jamoat transporti avtomobillarga qaraganda ko'proq o'zgarishlarga ta'sir qiladi. Havo sifatini yaxshilash uchun faqat avtomobillarni yo'q qilish yetarli. Metrodan foydalanish orqali avtomobillar soni kamayadi. Bu havoning tozalanishiga yordam beradi. Yangi transport tizimining qiymati arzon bo'lishi kerak. Hokimning bu yerda mantig'ida aytyaptiki, metro quriladi, odamlar jamoat transportiga o'tadi, mashinalar kamayadi, havo yaxshilanadi. Bu zanjir ishlanishi uchun muhim yashirin taxmin bu: odamlar haqiqatan ham metro paydo bo'lsa, mashinalarning o'rniga metro turishi kerak. Variantlarni ko'radigan bo'lsak, faqatgina D javobda aytyaptiki, metrodan foydalanish mashinalarni kamaytiradi. Bu havoni yaxshilaydi va aynan kerakli yashirin taxminni ko'rsatib bermoqda bizga. Shuning uchun ham bu yerda to'g'ri javob D variant bo'ladi. Muammoli masala savoliga to'xtaladigan bo'lsak, G'ayrat 1 2 3 4 5 6 sonlari yordamida ikkita 3 xonali sonlar tuzdi. Har bir raqam faqat bir marta ishlatiladi. So'ng bu sonni qo'shib eng katta yig'indi oldi. Bu eng katta yig'indi nechaga teng bo'lishi mumkin? Bu yerda maqsad shu raqamlardan foydalanib ikkita 3 xonali son tuzib yig'indini maksimal qilish. Asosiy g'oya yig'indi maksimal bo'lishi uchun eng katta raqamlar yuzliklar xonasiga, keyingilari o'nliklarga, keyingilari birliklarga qo'yiladi. Eng optimal joylashuv yuzliklarga 6 va 5, o'nliklarga 4 va 3, birliklarga 2 va 1. Endi sonlarni qo'yib chiqadigan bo'lsak, 642 va 531 sonlari kelib chiqadi. Buni yig'indisini topadigan bo'lsak 1173 chiqadi. Bu yerda 1173 D varianti berilgan. Shuning uchun ham to'g'ri javob D variant bo'ladi. D javob bo'ladi. Endi ingliz tili savoliga to'xtaladigan bo'lsak, let's play football. Ya'ni keyin futbol o'ynaymiz deyapti. No, I don't. Ya'ni men qilmayman. B javobda aytyapti great idea, ya'ni zo'r ideya. C varianti aytyapti I like milk, ya'ni men sutni yaxshi ko'raman. Albatta C variant bizda birinchi bo'lib o'chib ketadi, chunki bu yerda sut haqida gap ketgani yo'q. A va B varianti sal chalkashtirishi mumkin odamni, lekin bu yerda to'g'ri javob B variant bo'ladi. Negaki A varianti no I don't deyapti, ya'ni men qilmayman. Bu yerda let's play degani futbol o'ynaymiz deganda, yo'q men qilmayman degan variantdan ko'ra great idea, zo'r ideya degani yaxshiroq tuyuladi, chunki let's degan taklif berish ma'nosida kelyapti va B variantda great idea deb qo'llamoqda o'sha narsani. Shuning uchun ham to'g'ri javob bu yerda B javob bo'ladi. Albatta xuddi shunday Prezident maktabiga tayyorlash sovollarini, qiziqarli savollarni ishlamoqchi bo'lsangiz, albatta blueprep.uz saytiga kirib bitta testimizni bepul ishlab ko'rishingiz mumkin. Agar yoqadigan bo'lsa, bemalol qolgan 30 ta testni ham ishlashingiz mumkin. Albatta qandaydir savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring yoki bizning blueprep adminimizga murojaat qilishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.